Aholiga zamonaviy xizmat turlarini ko'rsatishni joriy etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, xorijiy davlatlarga vaqtinchalik ishlash uchun chiqib ketayotgan fuqarolarning o'z vaqtida xavfsiz yetkazib qo'yish maqsadida Asia Transservis mas'uliyati cheklangan jamiyati avtobus, mikroavtobus va yengil mashinalarda tashuvlarni amalga oshirilmoqda. Transportlarda yo'lovchi va haydovchilar uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Konditsioner, salondagi iqlim nazorati, xavfsizlik tizimlari shular jumlasidandir. Avtobus 51 nafar, mikroavtobus 20 nafar, yengil mashina 4 va 6 nafar yo'lovchini o'z bag'riga sig'dira oladi. O'rindiqlar yumshoq bo'lib, har bir yo'lovchiga maksimal darajada qulaylik yaratilgan. Agar zarurat bo'lsa, o'rindiqlarni old va orqa tomonga siljitish hamda yon tomonga sozlash mumkin. Shuningdek, yo'lovchilarning texniklarini joylashtirish uchun salonning yuqori qismida maxsus joylar ajratilgan. Uzoq safar davomida yo'lovchilarning zerikmasligini ta'minlash maqsadida salonlar media tizim va monitor bilan jihozlangan. O'z o'rningizni band qilish uchun 8965 572 0909 raqamlariga